Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Türkiye'de elib verilgan milletvekili kandidat sayılımı muvaffaqiyatli tamamlandı. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin muavin Cumhur Reisi Abdulahat Nur, Uyghur Erbabi, Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin baş ministeri Salih Xudayarның dadısı Sayfullah Abduqadir 13 iyul günü İstanbul'da Şərq Türkistanlıq qarindaşlar bilan cəm bo'lib söhbətlər elib bardı. Axırda Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Washington'da bu yıl 11 ayının 10 günüdən 12 günügacha açıladigan 9 növbətlik umumi yığın üçün milletvekili kandidat sayılımı ötküzdü. Yığın ən aldı bilan Şərq Türkistan milli marşı bilan başlandı. Arqadan şehitlərning ro'yiga Qur'on o'qilib dua qilindi. Ondan keyin Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin muavin reisi Abdulahat Nur Şərq Türkistanның müstaqilligini asliga keltirishning ahamiyatini va ta'xirsizligini tushundirdi. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin Cumhur Reisi G'ulom Osman ve baş ministeri Salih Xudayar yığınga to'rdan qatnashdi. Cumhur Reis G'ulom Osman hükümetning baştan kechirgan kechirmishlarini, burunqi hükümetdan shallanganlarning nima uchun shallanganliklarini tushuntirib o'tdi. Muavin Reis Abdulahat Nur milletvekillik şartlarini ve bu şartlarning nima uchun qo'yilganligini tushuntirdi. İxtiyar qilganlar o'zlarining milletvekili bo'lishini xohlaydiganligini bildirib, o'zlarini tunishtirib o'tdi. Ba'zilari boshqalar tarafidan milletvekili kandidati ko'rsatildi. Ondan keyin ko'pchilik qo'shilib qo'shilmaydiganligini bildirishdi. Shunday qilib Abdurahmon Sattar, Abduvali Abliz, Abbas, Fatima qatorliq 4 nafar milletvekili kandidati saylandi. Saylamga qatnashgan xalq Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin xizmatlariga moslashib, vatanning mustaqilligini asliga keltirish uchun qo'lidan keladigan barliq tirishchiliklarni ko'rsatadiganligini bildirishdi. Axırda Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin baş ministeri Salih Xudayar mustaqillikni asliga keltirish uchun kurash qilishning jiddiyligi va zaruriyatini qayta ta'kidladi. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin her qaysi devletlerde elib berilayotgan milletvekili kandidat saylımı Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin xalqqa eshikni to'liq ochib, o'z hokimiyatini o'zi qurish va boshqarish huquqini berganligini, demokratiyani joriy qildirganligini to'liq namoyon qilmoqda. Turkiyadami bu hol aks etgan bo'lib, ba'zi fikri ayrim qarindoshlar xohlagancha o'z fikrlarini bayon qilish huquqiga ega bo'ldi. Şərq Türkistan sürgünde hükümeti O'rta Osiyoda elib beriladigan milletvekili kandidat saylamga munosabatlik jiddiy uqtirish chiqardi. Uqtirishda mundaq deyildi. Assalomu alaykum O'rta Osiyodagi barliq Şərq Türkistanlik vatandoshlar. Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümetinin parlamenti 6 ayının 1 günü umumiy uqtirish chiqarib, Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hükümetinin 9 növbətlik Ali Qurultayını bu yıl 11 ayının 10 günüdən 12 günügacha Amerika'nın paytaxtı Washington'da ötküzüş to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Hamda 9 navbatlik Oliy Qurultayning saylam komiteti a'zolari, 9 navbatlik Oliy Qurultayning saylam nizomnomasi, 9 navbatlik Oliy Qurultayning parlament a'zolari hozirlashga tegishli shartlar qatorliq muhim hujjatlarni e'lon qildi. Umumiy uqtirishda har qaysi davlatlarda yashayotgan barliq Şərq Türkistanlik vatandoshlardan saylam komitetining nazoratchiligida 7 ayning 15 kunidan burun yerlik saylam o'tkazib, 9 navbatlik Oliy Qurultayning parlament a'zosi kandidatlarini, ya'ni milletvekili nomzodlarini saylab chiqish talab qilindi. Buningga asosan saylam komiteti 7 ayning 15 kuni O'rta Osiyoda yerlik saylam o'tkazib, 9 navbatlik Oliy Qurultayning parlament a'zosi, ya'ni milletvekili kandidatlarini saylab chiqishni qaror qildi. Shunga biz O'rta Osiyoda, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq davlatlarda yashayotgan barliq Şərq Türkistanlik vatanparvar aziz qarindoshlarni vatan va millatning siyosiy taqdiriga munosabatlik bo'lgan bu muhim yerlik saylamga aktiv qatnashishga chaqiramiz. Hozirdan boshlab vatanning mustaqilligi uchun Xitoy va Xitoy g'alchilariga qarshi jon tikib kurash qilishni xohlaydigan har qanday Şərq Türkistan vatandoshi o'zini 9 navbatlik Oliy Qurultayning parlament a'zosi kandidatligiga ko'rsatsa yoki boshqalar tarafidan ko'rsatilsa bo'ladi. Saylam komiteti parlament a'zosi kandidatlarini yerlik saylam ovoziga qo'yish orqali her bir davlatdan eng ko'p ovozga erishgan 10 odamni parlament a'zosi, ya'ni milletvekili kandidati deb rasmiy bekitgandan keyin sürgünde hükümetning taftish komitetiga yo'llab berdi. Parlament kandidatlik iltimosi va orqa ko'rinishini aniqlash jadvalini bu uqtirish bilan birlikda tarqatdik. Parlament a'zosi kandidatligini iltimos qiluvchilar birdek bu jadvalni astoydil to'shqizib, saylam komitetining ilxat adresiga yo'llab berishi kerak. Saylamning konkret vaqti 2023 yili 7 ayning 15 kuni tushdan keyin soat 5 dan 8 gacha bo'ladi.
Hürmet bilen Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Sürgünde Hükümeti 9. nöbetlik Ali Kurultay Saylam Komiteti. Mustamlikaga uchragan millatlarda fikr to'qinishları avj oladi. Tajovuzchilar mustamlika qilingan millatni qulay boshqarish uchun ular orasida fikr qalayimqonchiligi yoki ideya to'qinishi yasab chiqadi. Ideya to'qinishi paydo qilish orqali u millatning kimligini parchalab, necha guruhlarga bo'lib, birdan yo'qotishga urinadi. Har qanday zamonda bilib-bilmay mustamlika kuchlarining ideyasiga xizmat qiladigan, millatning qimmat qarashlari va kimligini o'zgartirishga urinadigan angsiz va nodon kishilar chiqib turadi. Mustamlika kuchlari bekor yotmaydi. Tadqiqot markazlari orqali mustamlikaga tushib qolgan millatning ideyasiga zid keladigan yangi ideologiyalarni yaratib turadi. U millatning madaniyatini yodlashtirishga harakat qiladi. Shundaqla ular orasida har turli ichki to'qinish paydo qilishga urinib turadi. Mustamlika kuchlari jamiyatning kimlik krizisi va kimlik to'qinishi paydo qilish uchun butun tadqiqot va tashviqot markazlarini ishga soladi. Mustamlika qilingan jamiyatdagi kuchlarning o'zgarmaydigan halqaliq nuqtalarda birlashib qolmasligi uchun ichki fikr to'qinishlarini ulg'aytib turadi. Yo'q yerdan fikr qalayimqonchilikqa chiqarib turadi. Parcha-purat masalalar bilan ovora qiladi. Keyin hal qilinsa-mu bo'ladigan kichik masalalarni qo'zg'ab chiqib, fikr bo'linishi yaratishga harakat qiladi. Natijada qilmishlari va so'zlarining oqibatiga diqqat qilmaydigan har xil ideyatga kishilar bilib-bilmay jamiyat kimligini parchalashga kuch chiqaradi va birlikning buzilishiga sababchi bo'lib qoladi. Bugünkidek fikr qalayimqonchiligi yoki ideya to'qinishi avj olgan zamonda jamiyatimizning mustamlikaga tushishdan ilgariki asli kimligini va birligini kuchi yetgan miqdorda qo'g'dash mas'uliyati angliq bilim sohiblariga tushadi. Jamiyatning har soha olimlari, sog'lom fikrlik sarkillari, siyosiy va ijtimoiy yetakchilari ichki ideya to'qinishi suiqasdining oldini olmasa va uningga birlikda taqobil turmasa, ideya to'qinishi bizni texmo ojizlashtirib yetadi va texmo parchalab tashlaydi. Aqida birligi, shariat birligi, vatan birligi, ummat va millat birligi va madaniyat birligi bizning kimligimiz va birligimizni shakllantiradigan eng muhim omildan iborat. Bugungi oshkora va yoshirin ideya to'qinishi mana shu muhim o'zgarmas prinsiplar atrofida aylanmoqda. Abdurahmon Kashg'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.